Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga o'tadigan darsimiz mavzusi ax kvadrat qo'shilgan n y dan ax ilg'im m ning kvadrati va y dan ax ilg'im m ning kvadrati qo'shilgan n turidagi funksiyalar. Ana bu darsda biz mush funksiyalar to'g'risida o'tadigan bo'lamiz. Bu funksiyaning xususiyatlari, grafiklari. Qilmasa marhamat, qilib boshlaylik. Endi bizde bunda funksiyani belirleyişimiz gerek. Eğer a sanımız 0 bo'lmagan holatda y dan ax kvadrat, y dan ax kvadrat qo'shilgan n, y dan ax ilg'im m ning kvadrati, y dan ax ilg'im m ning kvadrati qo'shilgan n, y dan ax kvadrat qo'shilgan bx qo'shilgan c, bu turdagi funksiyalar hammasi qanday funksiya deb ataladi? Kvadrat funksiya deb ataladi. Bu yerga asosiy shart a nima bo'lmashi kerak? 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Demak, ax kvadrat bu обязательно bo'lishi kerak. Ana qolgan sonlar biz 0 bo'lib ketishi mumkin. Italiq bu yerda bx, b 0 bo'lib ketishi mumkin, c 0 bo'lib ketishi mumkin, n 0 bo'lib ketishi mumkin, m 0 bo'lib ketishi mumkin. Biroq a sonimiz 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Shu turdagi funksiyalarni kvadrat funksiya deb aytamiz. Qandaq mush turlarning ichida bir misol keltirib, sizlardan so'rasa, qandaq funksiya desa biz deymiz? Kvadrat funksiya deymiz. Endi grafiga cho'daganda grafigi nima bo'ldi? Parabola bo'ldi. Mana bizda parabola. Bularning asli funksiyasi qaysi funksiya deganda asli funksiya bu y dan x kvadrat funksiyasining ilindi bu barliq funksiyalar. Aslisi y dan x kvadrat. Mana bu asli funksiya. Buni sizlar 7-sinfda o'tib ketdinglar. Grafik bo'lgan parabola. Nomi parabola. So'rtichi degan mana so'rti bunday hisoblandi. Yani tarmoqlar yuqori qaragan. Bu agar siziqni, mana bu siziqni bu parabola deb aytamiz. Shuni yaxshi bilib olishinglar kerak. Qani undaqda endi bundaq narsa bilib olishimiz kerak. Bizning hozir parabolamizning parabola to'g'ri qisqacha o'tib ketaylik. Bu parabolaning tarmoqlari qayerga qaragan? Yuqori qaragan. Mana bu ikkisi davomi bu parabolaning dedi tarmoqlar deydi. Endi bu chekchi parabolaning cho'qqisi deb ataladi. Bu nimga bizda parabolaning cho'qqisi. Mana aytaylik parabola ayrimizlayli. Mana bu ikki ketgan bu tarmoqlar deydi. Tarmoqlari. Mana bu ikkinchi tarmoqlari. Qisqartib yozdim tarmoqlari. Yani bu chekitni deb parabolaning cho'qqisi. Parabola qisqartib yozdim cho'qqisi. Cho'qqisi. Parabola cho'qqisi deyki parabolaning bosh chekiti deb qo'ydi bizda. Mushtaq narsani bilishimiz kerak. Endi parabolanın tarmoqlari har qachon yuqori qaravermaydi. Ba'zida bu parabolanın tarmoqlari qayerga qarashi mumkin? Aytaylik, qo'lda sizdan parabola tarmoqlari to'g'on qarashi mumkin. Parabola tarmoqi yuqori qaraydi, parabola tarmoqlari to'g'on qarashi mumkin. Qachon yuqori qaraydi, qachon to'g'on qaraydi? Agar a sonimiz bizda ijobiy son bo'lsa, parabola tarmoqlari yuqori qaraydi. Aytaylik, y dan x kvadrat, y dan 2x kvadrat qo'shilgan 5 desa. A sonimiz sizlar bilsa x kvadratdan oltirdim. A sonimiz bizda 1 ga teng berdi. 1 ga teng bu biz ijobiy son, shu sabab tarmoq yuqori qaraydi. 2 ga teng bo'lsin bizda a sonimiz 2 ga teng. Bu ijobiy son demak tarmoq yuqori. Agar a teng bo'lsa kasr son alaylik. 3/1 x kvadrat ilg'im 5x qo'shilgan 2 desa, tarmoqlar qayerga qaraydi? Yuqoriga qaraydi. Demak, parabola tarmoq qachon yuqori qaraydigan biz a sonini qaraymiz. A sonimiz biz ijobiy son bo'lsa, tarmoqlar yuqori qaraydi. A soni qaysi son deganda bu x kvadratning koeffitsiyenti. Agar a sonimiz bizda salbiy son bo'lsa, u chog'da parabola tarmoqlar qayerga qaraydi? Tövanga qaraydi. Aytaylik, y dan minus x kvadrat. X kvadrat koeffitsiyenti qanchaga teng berdi bizda? Minus 1 ga teng. Demak, parabola tarmoqlar qayerga qaraydi? To'g'on qaraydi. Aytaylik, y dan minus 0.13 x kvadrat ilg'im 5x desa, a sonimiz qanchaga teng bizda? Minus 0.13 ga teng. Bu bizda salbiy son. Demak, parabola tarmoq qayerga qaraydi? To'g'onga qaraydi.
Kelesi y-ten italiq minus 3'tün 1 x kvadrat elingan 5x plus 2 deylik. Yani biz a sanımız qancha giden bizde? Minus 3'tün 1 giden. Demek parabolun tarmaqlar qayqaraydı? Tövenge qaraydı. Kelesi bizning ödüdan muş funksiyadan eşit türdeki ax kvadrat qo'shilgan n grafinin bolu, parabol bolu. Endi bu türdeki funksiyanın grafiğini qanday qilamiz? Bu türdeki funksiyanın grafiği selişqa bizge a ve n sanlarga bağlı bolu. A san to'g'ri itib o'tketdim. A sanımız bizde ijobiy san bo'lsa tarmoqlar yuqori qaraydi. A sanımız salbiy san bo'lsa tarmoqlarimiz töven qaraydi. Endiki bizniki itilgan söz bu n san doğrusida. Eğer n sanımız bizde ijobiy san bo'lsa, demek o y o'qi bo'yicha n birlikka yuqori yuqori siljitimiz. Eğer n'imiz bizde salbiy san bo'lsa, demek o y o'qi bo'yicha n birlikka töven siljitimiz. Demek n sanını qaraymiz. Ana qarama misol bilan tushuntirib bering. Y-ten italiq x kvadrat qo'shilgan 2. Bizde n'imiz qancha giden? 2 giden. 2'miz qandaqsan bizde ijobiy san. Demek eğer n ijobiy san bo'lsa, o y o'qi bo'yicha n birlikka n qancha bo'lsa, shuncha birlikka yuqori siljitimiz. Italiq x kvadratning grafini biz bilamiz mana anisi durustmi? Asli funksiya mana. Endi plus 2 deydi. Demek o y o'qi bo'yicha 2 birlikka yuqori siljitimiz. Salaylik. Bizde eğer y-ten x kvadrat ile berilgan bo'lsa, biz parabolni qanaqa saladik? Buna saladik, durustmi? Taxminan mana shu saladik. Susuz buz qo'ydim. Eğer biz y-ten x kvadrat ile bo'lgan bo'lsa, yani biz plus 2 dedi. 2'miz biz ijobiy san, demek 2 birlik yuqori ko'rib qarang. 1 2. Mana 2 birlik yuqori ko'rdim. Endi demek parabolning cho'qqisi mush 2 degan chekitni o'tadi. Demek bizim parabolimiz qana bo'ldi? Mana asli selinish mana. Mana bundaq selindi. Demek men parabolni nima qildim? 2 birligi yuqori siljitdim. Yani nima qildim men? Bu sizg'inimiz, qaynoq sizg'inimiz y-ten x kvadrat qo'shilgan 2 degan funksiyaning grafikini birdilla nima qildim? Sildim. O y o'quvchi 2 birligi siljitdim. Kelasi italiq y-ten x kvadrat minus 1 desichu. Bizde bu grafikimiz bizim tarmoqqa yuqori qaraydi, endi minus 1. Demek bir birlik nima qilib töven siljitimiz. Demek yana ayirmasiz ko'rsatib beray sizlarga. Mana biz x o'qi, mana biz y o'qi. Bu bizni qarda boshlamamiz. Endi qancha gidan bizda? N'imiz qancha gidan? Minus 1 gidan. Bu bizni qanasan? Salbiy san. Demek bir birlik töven tushirma. Demek bir birlik töven tushirma. Mana minus 1 birlik. Demek parabolun baş çekti yoki cho'qqisi mushu minus 1 deb bo'ldi. Mana akkuratno bunda bir grafik olma. Men nim qildim degan vaqtda nima qildim? Y-ten x kvadrat minus 1 funksiyasining grafikini chizdim. Bu chetga y-ten x kvadrat minus 1 deb bunda qisqartib yozib qo'ysam bo'ladi. Demek mana y-ten x kvadrat minus 1 funksiyasining grafikini oldim. Şuna dostlar mana y-ten ax ga qo'shib n turli funksiyaning grafikasini o'rgandik. Endi yana bir endi bizga bundaq turli funksiya bersin deylik. Y-ten minus x kvadrat qo'shilgan 5. Bu funksiyaning grafikini qanday olamiz? Bu funksiyaning grafikasi uchun bizda a sanimiz qancha ekan?
A sanımız minus 1'ge teң. Qarаңlar. Demek parabolun tarmaqları qayğırı tüven qaraydı. Yani n sanımız bizi 5'ge teң. Bu bizi ijobiy san. Tarmaqları 5 birlik yuqori ko'taramiz. Demek qarаңlar, grafikni bu so'lsiz beray. Mana biz x o'qiy, mana biz y o'qiy. Mana biz qadar başlayamiz. A sanımız salbiy san bo'lib, parabol tarmaqqa qayğırı tüven qaraydi. Demek parabol mundaq chizishimiz kerak. Endi plus 5, 5 birlik yuqori ko'taramiz. 1, 2, 3, 4, 5. Biz n sanımız ijobiy san bo'lgandan 5 birlik yuqori ko'tardik. Bu yoqqa so'ng tarafga 5 deb qo'yman. Demek parabolning cho'qqisi yoki boshchilik mush 5 da. Tarmaqqa qayğırı tüven qaraydi. Nemishki biz A sanımız bizde salbiy san. Demek grafik bundaq bo'ldi. Təxminən siz bildim. Şu vaxtda mana biz nimsizdik? Y teң minus x kvadrat plus 5 funksiyasının grafikini saldık. Minus boğalıqdan tarmaqla tövən qardı. Plus 5 boğalıqda 5 birlikini qılıb yuqori. O y oqı boyunca 5 birlikə yuqori siljitdim. Keles bizde ötüdüğümüz y teң a x ilgə m'nin kvadratı. Bu yerdə bunun grafiki parabol bolu. A san doğrusu itip ötkettim. Bu bize tarmaqlarının yuqori tövən kelgen aniqlaydı. Endi m sanımız. Eğer m sanımız bizde ijobiy san bo'lsa, demek ox oqı boyunca ox bize aldığın hesapta oy bo'lgan tursa, oy u tikiga turdi. Yani ox bize to'g'risida turdi. Ox oqı boyunca m birlikka parabolning nima qilamiz? 10'ga, mana strelka qaranglar yönelishini 10'ga siljitimiz. Eğer m sanımız bize salbiy san bo'lsa, u chaqda ox oqı boyunca m birlikka parabolni qaranglar solga siljitimiz. Bizde paralel ko'chirimiz deydi, bu muduruz siljitimiz deb bo'ldi. Qani undaqda misol bilan tushuntirib beray. Aytaylik, y teң 3 x ilg'an 2 ning kvadratı. Qaranglar, A sanımız bizde ijobiy san. 3 teң. Demek parabolun tarmaqları qayga qaraydi? Tarmaqlar yuqori qaraydi. Shundoq buni A sandan kelib chiqdi. Endi m bizde qanchaga teң? M bizde 2 teң. Minus 2 dememiz, çünkü bizde formül boyunca minus durdu. M teң 2, bu bizden qanasan ijobiy san. Demek bu ox oqı boyunca 2 birlik qayqa 10'ga paralel ko'chirimiz, yoki siljitimiz. Siljitimiz deb qo'yaylik. Qisqartib yozdim. Qiyna grafik sizib ko'ray, ko'rsataysizlarga. Demek qaranglar, eğer bizde x kvadratlı berilgan bo'lsa, aslisi bizimizga x kvadrat, bu bizde mana bu bosh chekni o'tdi. Taxminan mana bo'ldi. Durustmi? Eğer x kvadratlı bo'lgan bo'lsa, bizning berildi 3 tranchilgan x ilg'an 2 ning kvadrati. Demek biz a 3 teң buni tarmoq to'g'risida aytmadim. M bizde 2 teң. Demek 10'ga 2 bir qisilish qaranglar. 1 2. Demek parabolun baş çekti, bu çektin paralel köçüdü yoki siljiydi. Demek parabolun baş çektimiş 2 degan sandan nima qilsak o'tish kerak. Mana. Bizim quluq y teң 3 tırnak içinden x ilg'an 2 ning grafiğini quluq sizib oldik. Mana. Demek mana 2 birlik 10'ga siljitimiz, bunu 10'ga nima qildi? 2 birlikka siljidi. Qani undaqda mana bir misol qilishtirib, yani mushtaqla 3 tranchal x ilg'an 4 ning kvadrati. Biz tarmoq yuqori qaraydi, biroq 4 endi qo'shilgan 4 bilan olaylik. Plus 4 bilan olaylik. Bizde A sanımız bizde 3 teң. Demek bu biz ijobiy san. Tarmoqlari mana bu tarmoqlar durustmi? Yuqori qaraydi. Endi m qanchaga teң? M bizde minus 4 teң. Немешки минус 4 берді плюсны көріватымызға дейсаңла, формул бөлші минус, бұл бізде минус, сәлбей сан қарым қаштан ижабей санда плюс бұл кетеді. Демек, m бізде минус 4, демек бұл бізде сәлбей сан. Демек, параболны қайқысылышымыз солға қанчы бірлікке? 4 бірлікке.
birlikке nima qilamiz? Siljitamiz. Qiyinroqda grafik chizib ko'rsatay. Mana biz y o'qiy, mana biz x o'qiy. Mana o'lchik 4 birlikka mana 1 2 3 4. Minus 4. Demek parabolun çok qisqaydi bo'ldi. Moş minus 4 chekdi bo'ldi. Mana, пожалуйста. Şöyle men nima qildim? Y tang 3 tranchilgan x enli qo'shilgan 4 funksiyasining grafikini chizdim. Demek bu nima qildi? 4 birlikka solga siljitib etdik. Qiyinroqda yana bir misol qarashtirib o'taylik. Y tang minus 2 tırnak açılgan x elingan 1'ning nimasi kvadrat. Qarang biz a sanimiz mana qancha ekan? Minus 2 ekan. Bu biz salbiy san. Demak, tarmoqlar qayerga qaraydi? Tarmoqlar to'g'on qaraydi. Tarmoqlar to'g'on qarab turdi. Endi kelasi bizda m sanimiz qancha ekan? 1 ekan. Bu biz ijobiy san. Mana men minus bo'lsa qarim qarshi qilamiz. Bir bizda. Demak, bu nima qildi? 10 ga 1 birlik nima qildi? Birlikka bu siljitimiz. Siljitimiz. Qani grafik bunu sol ko'rsatib beray. Mana bizde x o'qiy, mana bizde y o'qiy. Mana qarang. M biz ijabiysan 1 birlikka 10 ga siljitimiz mana. 10 ga 1 birlik tarmoqlarga to'g'on qaraydi. Biz asam salbisam tarmoqlar to'g'on qaraydi. Mana bizning nima oldik? Bergan funksiyaning grafikini siz oldik. Chetiga qo'yamiz y dan minus 2 tranchilgan x enligan 1 nimasi kvadrati. Mana bundan yuz qo'ysak, biz bergan funksiyaning grafikini sizgan bo'lamiz. Endi bizga bu turdagi funksiyaning grafikini chizish kerak. Qiyin vaqtda bir-birlab barliq koeffitsiyentlar sonlarni ajratib olaylik. A qancha ekan biz 5 ekan. Shunday-ku. Bu bizni ijobiy son. Asa nimni aniqladi? Bu tarmoqlarning yuqori yoki to'g'onkeligini aniqladi. Asamiz bir ijobiy son, demak tarmoqlar qayerga qaraydi? Yuqori qaraydi. Tarmoqlari yuqori qaraydi. Ya'ni parabolimiz bundoq bo'ldi degan so'z. Kelasi bizda m qancha ekan? M bu yerda elindi. M bizni qancha ekan? 3 ekan. Bu biz ijobiy son. Demak, o x o'qi bo'yicha 10 ga qancha birlikka? 3 birlikka. Birlikka. Kelasi bizda bu ishkimizchi. Bu bizda n sonimiz. Qaysi son? N sonimiz. N qancha? 2 ekan. N bu bizni o y o'qi bo'yicha o y biz tik turish uchun yuqoriga yoki to'g'on bu 2 birlikka yuqori siljitimiz. Qiyinroq biz grafik solaylik. Qo'l bilan sizga chapsam bo'lish uchun mana biz x o'qiy, mana biz y o'qiy. Endi 3 birlik 10 ga deydi. 1 2 3 astaga 3 deb biz qo'yay. 3 birlik 10 ga ham 2 birlik yuqoriga, demak 1 2 2 bir yuqori. Endi 3 ve 2 ni o'dliq chekit qo'yma. Demak parabolning bosh chekiti meshadi bo'ldi. Ondan keyin parabolni akkuratni sevitma. Surtni solma. Mana parabola. Buni chetiga qo'yamiz. Y dan 5 tranchilgan x enligan shuning kvadrati plus 2. Demak, biz nima qildik? O x o'qi bo'yicha 3 birlik 10 siljitdik mana. O y bo'yicha 2 birlik yuqori ko'tardik, 2 yuqori siljitdik. Ondan keyin parabolni qildik, sev oldik. Kelasi aytaylik. Yani bir funksiya qarashtiraylik. Y dan minus 2 tranchilgan x enligan qo'shilgan 1 kvadrati delik elingan 3. Endi qaranglar bizda a sonimiz qancha ekan? Minus 2 ekan. Bu biz salbiy son. Demak, tarmoqlar qayerga qaraydi? Tarmoqlar to'g'on qaraydi. Demak, parabolimiz bundoq bo'ldi so'z. Mana rahat oldu. Kelasi
bizde bu sanımız bizde qanasan, bu bizde m. M qanchada? -1 teң. Chunki biz qarama-qarshi alamiz formula bo'yicha minus. Demak, bu bizde salbiy san. Demak, bu o x o'qi bo'yicha qayerga siljidi? Solga qancha birlikka? Bir birlikka. Kelesimiz biz qanasan, bu bizde n sanımız. N o keçirsizlar. N qanchaga teң bizde? 3 teң. Minus 3 tenge keçirsizlar. Minus 3 minuslar turdi. Bu bizde salbiy san. Demak, bu o y o'qi bo'yicha tövenge siljidi. Nimishga? Salbiy san qancha birlikka? 3 birlikka. Salbiy san bo'lganlikdan o y o'qi bo'yicha tövenge 3 birlikni qo'lib siljidi. Qani undaqda mush funksiyaning grafini chizaylik. Mana buni so'lga chizib beray. Qo'lda chizib etdim. Mana bizde x o'qi. Andan mana bizde y o'qi. Andan qaranglar. OX o'quvchi bir birlikka qayqa solga, bir birlik solga mana -1. OY o'quvchi 3 birlikka töven. 1 2 3 3 birlik töven -3. İkisini udliq chekit qo'yma. Andan keyin parabol tarmoq yuqori qaramdi yoki töven qaramdi. A biz salbiy san tarmoqqa töven qaraydi. Demak, parabol tarmoqqa qayga qaratdimi? Mana tövenge qaratib bundaq sevdimi. Chetiga yozib qo'yma. Y teң -2 trancha x enlig'an qo'shilgan 1ning kvadrati enlig'an 3. Demak, bergan funksiyani nima qildim? Grafikni chizib oldim. Kelasi biz buna misol. Berilgan funksiyaning grafikini y teң x kvadrat funksiyasining grafikini qanday olamiz deydi. Biz mana 4 ta funksiya berilgan. Biz buni boya o'tib ketdik. Endi keyin sal qayta aytaylik. Bizde a sanımız qanchaga teң? 1 teң, durustmi? Hem m sanımız qanchaga teң? 2 teң. Demek, parabolning tarmoqlari yuqori qaraydi. Ox o'qi bo'yicha 2 birlikka 10 ga siljitimiz. Ox o'qi bo'yicha 2 birlikka 10 ga siljitimiz. Hem parabol tarmoqlari yuqori qaraydi. Kelasi hisobda a sanımız biz 1 teң. Demek, tarmoqlari qayga qaraydi? Yuqori qaraydi. Endi m sanımız bizde -3 teң. Demek, ox o'qi bo'yicha solga 3 birlikka hem -4 bo'lsa, bu bizde qana sanımız? N sanımız -4. Demek, o y o'qi bo'yicha 4 birlikka tövenge siljitimiz. 4 birlikka. Keleside bizde a sanımız -3 teң. Demek, tarmoqlari töven qaraydi. Yani parabolimiz bundaq bo'ldi so'z. Endi n sanımız biz qancha? -2 teң. Demek, o y o'qi bo'yicha 2 birlikka tövenge yo'qimiz siljitimiz. Kelesi a sanımız bizde 2 teң. Tarmoqlari yuqori qaraydi. Yani parabolimiz bundaq bo'ldi so'z. Hem n sanımız qanchaga teң? 1 teң. Demek, bu o y o'qi bo'yicha 1 birlikka yuqori qilamiz siljitimiz. Birlikka siljitimiz. Kelasi bundaq hisob parabolning cho'qqisining koordinatlarini tipini deydi. Aldınqı misollardan qarash turaylik. Birinchi misol uchun parabolning cho'qqisining koordinatlari asli m ve n chekitlari. Bu parabolning cho'qqisining koordinatlari. Endi qaraymiz. Birinchi hisobda bizda m qanchaga teң? 2 teң. Demak, y teң x enlig'an 2 funksiyasining x enlig'an 2 kvadrat funksiyasi uchun bu yerda m sanımız bizde 2 teң. N sanımız bormi bizde? Yo'q, 0. Demak, cho'qqisining koordinatlari, parabolning cho'qqisining koordinatlari qancha bo'ldi? 2 da 0 bo'ldi. Demak, 2 0 degan mana 1 2. 2 0 bu chekit, mush chekit orqali parabolning cho'qqisi bo'ldi deysiz, mana bundaq bo'ldi deysiz. Do'stlar, kelasi bizga y teң
x qo'shilgan 3'ning kvadrati minus 4. Biz m sanımız bizde minus 3 keten. N sanımız qancha keten? Minus 4 keten. Demek cho'qqisining parabolning cho'qqisining koordinatlari qancha keten? Minus 3 te minus 4. Yani biz ana siz aytgan bo'lsak, mana biz x o'qiy, bu bizda y o'qiy. Minus 3, 1, 2, 3, minus 3, y'imiz minus 4, 1, 2, 3, 4, mana minus 4. İkisini udlıq çekit koyma, minus 3 minus 4'ün udlıq çekit. Demek parabolun çok kısmı meşede. Tarmaq qaraydı bizi, yuqarı qaraydı. Demek parabolumuz mundaq silindi. Mana çok kısa. Keles misalı y'den minus 3x kvadrat minus 2. Bize m qancha keten? Yok, 0. N'imiz qancha keten bize? Minus 2 keten. Mana biz n'imiz. M bu tırnaq içinde berildi. N bu ayrım berildiğin san. Demek cho'qqisining parabolning cho'qqisining koordinatlari qancha bo'ldi? 0 da minus 2 bo'ldi. 0 da minus 2 bir qizib göstereyim. Mana minus 2. Yani bu y manası bize y manası minus 2. Minus 2 mana. Demek parabolun cho'qqisi minus 2 bo'ldi. Mana 0 da minus 2. Tarmaqqa töven qara demek. Bundaq bo'ladi. Kelesim axırkı misalga qarshi edelim. Y'den 2x kvadrat plus 1. Bize m qancha keten? 0. Yo'q, tırnaqcha bilan berilmedi bizga. N'imiz qancha keten? 1 keten. Mana n'imiz. Demek parabolun cho'qqisining koordinatlari qancha bo'ldi? 0 da 1 bo'ldi. Solmaz. X'imiz bizde 0, y'imiz qancha? 1. Mana bir-birlik yuqori ketmek mana mush chekit bo'ladi. Tarmoqqa yuqori qaraydi. Mana parabolimiz taxminan mana mashtaq bo'ldi. Qanday funksiya bo'lmasin, u funksiyaning aniqlanish sohasi bo'ldi, ma'nolar sohasi bo'ldi. Yuqori aytilgan barliq funksiyalarning aniqlanish sohasi barliq haqiqiy sonlar yoki har qanday x o'rniga qanday qilsam bo'lmasin, shu sonni qo'ysak bu funksiya qilib ma'no beradi. Endi ma'nolar sohasi-chi. Ma'nolar sohasi agar bu biz a sonni bog'liq, a sonimiz ijobiy son bo'lsa, biz ma'nolar sohasi n chekitidan pul chekisgich bo'ladi. Agar a sonimiz biz salbiy son bo'lsa, u chaqda ma'nolar sohasi minus chekisini sizlikdan n'gacha bo'ladi. Itayliq bunda bir misol qilishtirdik. Y'dan x elgan 2'nin kvadrati. Biz n var mı bu yerde? Yok, n 0 giden. A sanımız şu bizde. 1 giden. Tutma ijobiy son. Mana bu yerda elinde o. A sanımız bizde. Yani demek A sanımız biz ijobiy son bo'lganlikdan birinchi shart bo'yicha qarashtiramiz. Demek bunun aniq ma'nolar sohasi nima bo'ldi? N yo'q bo'lsa uni qanday yozamiz? 0 dan pul cheksizlikcha deb yozamiz birdilla. Kelasi y'dan aytaylik. X elgan 3 ning kvadrati minus 4. Bizde n qancha keten? Mana bu son o'tan. Minus 4. A qancha keten? 1 keten. Mana bu yerda elindi. Demek bu biz ijobiy son. Demek birinchi shartga o'tadi, durustmi? Ijobiy son bo'lsa mana demek ma'nolar sohasi qanchadan? Minus 4'den qayqarib plus cheksizgich bo'ldi. Kelasi y'dan aytaylik minus 3x kvadrat plus 1 deyli. Bizde n qancha keten? 1 keten. Mana. Endi a sonimiz qancha keten? Minus 3 keten. Mana bu yerda elindi. Yoki bu qancha? Salbiy son. Salbiy son bo'lsa ikkinchi shart bo'yicha. Demak, ma'nolar sohasi minus cheksizlikdan qanchagacha? 1 gacha bo'ldi. Kelasi y'dan aytaylik minus 5x elgan 1 ning kvadrati minus 7. Bizi keragi a son bilan n. N qancha keten? Minus 7 keten.
A qanchaga teng? -5 ga teng. Hem bu salbiy son 2 bochkada, demak ma'nolar sohasi minus cheksizlikdan qanchaga bo'ldi? -7 gacha bo'ladi. Mana bu n sonimiz b yozamiz. Kelasi funksiyani xususiyatlariga yana funksiyani o'sishi va kemishi kiradi. Endi yuqori atalgan funksiyalar a soniga bog'liq. A sonimiz ijobiy son bo'lsa, funksiyamiz minus cheksizlikdan m oralig'ida funksiyamiz kemaydi, m dan plus cheksiz oralig'ida funksiya nima bo'ladi? O'sadi. A sonimiz salbiy son bo'lsa nima bo'ladi? Aksincha bo'ladi. Qani unda mana bir misolni qarshi turib, y dan italiq x kvadrat minus 2. Bu yerda m qanchaga teng? Savol. M sizlar bilsa, agar tirnoqcha berilsa, bu yerda m soni bor. M yo'q. Demak bizda 0. Biroq a sonimiz qanchaga teng? A sonimiz bizda 1 ga teng. Mana 1 bu yerda e'londirishmi? Demak, bu biz 1 ijobiy son. Tarmoqqa yuqori qaraydi. Birinchi shartni qanoatlantiradi. Agar bu funksiya grafik sizilsa, bunday chizimizdirmi? Mana n'imiz bizda qanchaga teng? -2 ga teng. 2 birlik nima qilib to'g'ri siljaydi? 1 2. Mana funksiya grafik mana bo'ldi. Taxminan siz qo'ydim. Biz x o'qiy, biz y o'qiy. Demak, qarang, funksiya oldi bilan nima qildi? Funksiya grafik kemidi, andiki nima qildi? O'sdi. Qaysi oralikda kemidi? Minus cheksizlikdan 0gacha nima qildi? Kemidi. Ya'ni minus cheksizlikdan x ning 0gacha kemidi. Andikin 0 dan, ya'ni x ning 0 dan plus cheksizlik funksiya nima qildi? O'sdi. Kelasi mana bir misol qarashtiraylik. Y dan italiq x e'lon 1 ning nimasi? Kvadrati. Ana qarang, biz m sonimiz qanchaga teng? 1 ga teng. Shunday qo'y. A sonimiz ijobiy son. Demak, birinchi shart bo'yicha yozamiz. Birdalla. Minus cheksizlikdan 1 gacha kemaydi funksiya. 1 dan pul cheksiga qarab funksiya nima qildi? O'sadi. Agar bu funksiya grafik soldan bo'lsak, qaranglar, bir-birlik o'ng siljitimiz. Taxminan funksiya grafik bunday bo'ldi. Qarang, funksiya oldidan kemidi, andiki o'sdi. Qaysi oralikda kemidi? Minus cheksizlikdan x ning 1 gacha nima qildi? Kemidi. Andiki x ning 1 dan boshlab plus cheksiga qarab funksiya nima qildi? O'sdi. Mana x ning 1 dan. Demak, mana bu misol. Kelasi mana bir misol tushuntirib sizlarga. Yana mushunga aytaylik. Y dan minus 3x kvadrat plus 2. Endi biz bu yerda a sonimiz bizda salbiy son, demak tarmoqlar to'g'ri qaraydi. M sonimiz bormi bizda? Yo'q, 0. Demak, bu funksiya agar grafik soldan bo'lsak, grafik samay teoriya bo'yicha yozilgan bo'ldi. Grafik deb ko'rsatib beray. 2 birlik yuqori ko'tarildi. Biroq tarmoqqa to'g'ri qaraydi. Mana y dan 2. Ya'ni bu funksiya oldinda yozdim, qarangizmi? Mana bu yerda yozdim. Agar a sonimiz salbiy son bo'lsa, funksiya minus cheksizlikdan m gacha o'sidi oldi bilan m da plus cheksiga qarab funksiya nima qildi? Kemaydi. Shunga o'xshashlar. Demak, funksiyamiz qaranglar, o'zi minus cheksizlikdan m bormi bizda? Yo'q. 0 gacha, ya'ni x ning 0 gacha o'sdi. Ani x ning 0 dan plus cheksiga qarab funksiya nima qildi? Kemaydi. Demak, minus cheksizlikdan 0 gacha funksiya nima qildi? O'sidi. Andikin 0 dan, ya'ni x ning 0 dan plus cheksiga qarab funksiya nima qildi? Kemaydi. Kelasi mana bir misol. Y dan minus 2 x e'lon 3 ning nimasi? Kvadrati. Bu funksiyani birda yozib bo'ldi. A bizda salbiy son, tarmoqqa to'g'ri qaraydi. Durustmi? Demak, funksiya oldi bilan o'sdi, anki kemaydi. Qaysi aloq o'sdi deganda biz m qanchaga teng bizda? 3 ga teng. Demak, minus cheksizlikdan
3-кече функция кылды. Өсүдү. Андан кийин 3төн пүлчекси карап, ana 3 өстү, 3төн пүлчекси карап функция кылды, кемейди. Mana өсүш кемиш аралыгын мышта тапкылы болду. Келесі бұл функцияның симметрия оқы болды. Яғни симметрия оқы деп x тең m түзіне етіміз. X тең m түзі бұл симметрия оқы болды. Оқы. Симметрия түзі деп қойды бізді. Яғни m санысылар білісілер. Итайлық y тең x енілген 2-нің квадраты. M қанша етен бізде 2 етен. Демек, x тең 2 түзі бұл симметрия оқы 2 симметрия түзі болды. Бұл қандақ симметрия деген не му деген? Симметриядан тәп тең 2-ге бөлдіген түз. Яғни функцияны шу түздің 2 тарапы оқшаш. Италық бұл функцияның графикін салдан болсақ, біз x, мана y, m бізді 2 тең 1. 2 бөліп 10 қысылжиды. А сан бізді ижаби сан тармағы жоғыр қарайды. Мана тәхминен бұл функцияның графигі мұндақ болды. Мана. Яғни y-тен x енілген 2-нің квадратының функциясын болып сыздым. Ән x-тен m-тен 2, яғни x-тен 2, мана бұл 2 бегізді. Bu симметрия оқи. Симметрия деген мұшы оттырды ма тәпмеден бөлдіған түзін итуда. Бұдан x-тен 2 деп отырыңыз қойсақ, біз симметрия түзін тапқан болымыз. Әгер бізде y-тен итайлық 3x квадратлы берілсе, m бам бізде? Yok. Yok болсын 0 деп yazымыз. Демек симметрия түзін болды? 0 болды. Яғни итайлық бұл функцияның графигінде болды тәхминен. Болмайса яман қыңғыр сәтсіз болады ма? Яғни оттырдыки мана x тең 0 түздер бұл, y оқыны. Мұшы бізді симметрия түзі болады. Шуны хөрмәт достар, бүгінгі дәрісіміз аяқлашты. Барлығына диққатыңызға көп рахмет. Көрішке сау саламат болыңыздар.